Assalomu alaykum deymiz aziz do'stlar, birodarlar va albatta biz sizlar bilan sog'liq borasidagi podkastimizni boshladik va bugungi bizning dasturimizning mavzusi esa aziz do'stlar inson salomatligi va uning turmush tarziga bog'liqligi deb ataladi. Har birimiz albatta sog'liqqa ayniqsa pandemiyadan keyin juda katta e'tibor qaratdik, to'g'rimi? Va o'ylaymanki bu yerda psixologik jihatdan, jismoniy jihatdan, umumiy inson sog'lig'iga biz mana shu pandemiyadan keyin ko'pchilik insonlar tushunib yetdiki, agar sog'lig'ing faqat mental emas, balki jismonan yaxshi bo'lsa, demak sen virus, qandaydir bir kasalliklarni yengib o'tasan. Va juda ko'p insonlar o'ziga mana shu borada savol berib o'tdi. Mening turmush tarzim qanday? Umuman olib qaraganda mening turmush tarzim mening sog'lig'imga qanday foyda keltirmoqda degan. Men o'ylaymanki, siz ham o'zingizga mana shunday savolni berib o'tgansiz va bu borada o'ylaymanki, sizning javoblaringiz mana shu savolga ko'pdir. Lekin aynan mana shu hayotning turmush tarzingiz sizning sog'lig'ingizga o'zining ta'sirini o'tkazishi to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Umuman olib qaraganda sog'lom turmush tarzi bu juda ham ko'p narsalarni olib boradi ichida, ya'ni bu yerda ovqatdan boshlab to emotsional dam olish bilan olib o'tadi. Ya'ni qanday sizning odatlaringiz mavjud, qanday ovqatlanasiz, qanday siz jismonan harakat qilasiz. Umuman olib qaraganda siz jismonan baquvvatmisiz? Qancha siz yurasiz yoki aytaylikki nima ovqat iste'mol qilasiz va mana shu narsalar sizning sog'lig'ingizga juda ko'p bora o'zining ta'sirini o'tkazib qo'yadi. Aziz do'stlar, bilasizmi? Insonga shunday bir faktorlar ham mavjudki, ularga xalaqit beradi. Aytaylikki, sog'lom turmush tarzini olib borishga. Albatta aziz do'stlar, nima xalaqit beradiki, ko'plab borada agar biz mana aytib o'tadigan bo'lsak, mana men bugundan boshlab sog'lom turmush tarzini olib boraman va deymiz-u, lekin shunday bo'lib qoladiki, tug'ilgan kun yoki to'yga taklif qilib qolishadi va tabiiy holatki bizda ko'p narsalar buzilib qoladi. Men masalan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, yaqinda menda oshqozonim bilan bir muammo paydo bo'lib qoldi. Ya'ni men ovqatdan keyin og'irlik seza boshladim. Va nimaga shunday bo'lmoqda? Demak, qarangki aziz do'stlar, oddiy holat, shifokorga borganimdan so'ng shifokor aytdiki, bilasizmi deydi, odam birozgina bo'lsa-da o'ziga deyapti, mana shunday qisman ovqatlanish kerak demoqda. Ya'ni siz ertalab mana shu bo'tqalar, manka yeyishingiz mumkin, ovsyanka iste'mol qilishingiz mumkin, ertalab baquvvatroq nonushta bo'lishi kerak, lekin qovurilgan emas demoqda. Ertalab ovqatlanganingizdan so'ng 2 soatdan keyin yana demoqda. Bu yerda shifokor aytmoqdaki, sizda ko'proq sabzavot, mevalar mavjud bo'lishi kerak demoqda. Va bilasizmi aziz do'stlar, men bu yerda aytmoqchimanki, men o'zimning mana shu nima iste'mol qilishimga qarab chiqdim. Va bir hafta aytaylikki men o'zimning ustimdan tajriba qilib ko'rdim. Va aytamanki, oshqozonim yaxshi ishlab qoldi va hech qanday hozirgida muammo yo'q. Lekin qaysidir jihatdan birozgina qiyinroq, nimaga desangiz, masalan, albatta siz ishxonaga borganingizda, albatta ishchilar ovqatlangani chiqqanida siz qarab turmaysiz, to'g'rimi? Lekin shu yerda ham birozgina bo'lsa hozirgida juda ko'p ovqatlanish jarayonda, mana shu kafelarga borsangiz, sog'lom, oddiy ana shu salat, oddiy meva degan narsalarni men iste'mol qilaman. Lekin masalan agar tushga keladigan bo'lsak, bug'da pishirilgan narsalarni iste'mol qilishga harakat qilaman. Jismonan agar jismoniy mashq bilan shug'ullanmasam ham, lekin biz ayollar albatta tabiiy holki ishdan kelamiz, uy yig'ishtir va mana shu narsalar bilan biz albatta jismonan ko'p yurib qo'yamiz. Masalan, soatdan qarasangiz, hozirgida aqlli soat deyishadi. Judayam bu yerda ko'proq siz ko'rasiz qancha qadam siz bir kunda qilganingizni.
shifokorlar aytadiki, umuman olib qaraganda bizning sog'lig'imiz 50% aynan bizning hayot tarzimizdan albatta iborat ekan. Yoki aytaylikki, tashqi ko'rinish, mana shu tabiat bizga 20% o'zining aytaylikki ta'sirini o'tkazadi. Genetik jihatdan esa 20% va albatta sog'liq salomatligida bo'lsa bu 10%dir. Bu yerda ko'pchilik aytadiki, sog'lom turmush tarzini olib borish bu mumkin emas, iloji yo'q deyishadi, lekin unday emas aziz do'stlar. Bu yerda aytmoqchimanki, umuman sog'liq hayot borasida, turmush borasida bu 70-yillarda, ya'ni 20-asrda o'rganishni boshlanib kelgan va hozirgi zamonaviy insonning nima gap? Chunki hammamiz bilamizki, yildan yil insonlarning hayot mana shu yashash yili afsuski qisqarilib kelmoqda. Agar biz o'zimizga kunlik tajribani, rejani qiladigan bo'lsak, nima o'zgaradi degan savol kelib chiqadi. Birinchidan, biz o'zimizning kunlik rejamizni qarab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Masalan, aytaylikki, siz soat nechida yotasiz, nechida turasiz. Agar 7 yoki 8 soat uxlamasangiz, demak sizda albatta bu birozgina qiyin narsalarga duch kelib qoladi. Birinchidan, e'tiboringizni jamlashga qiyin bo'lib qoladi. Hech qanday qahva, hech qanday sizni tetik tura olmaysiz. Qanchalik biz mehnat qilamiz, necha soat biz ishimizga vaqt ajratamiz. Umuman olib qaraganda, sog'lom inson uchun tush 8 soat bo'lishi kerak ekan, aziz do'stlar, va bu yerda dam olish kunlarini ham xuddi shunday bo'ladi. Nima iste'mol qilsak bo'ladi degan savolga, aziz do'stlar, bu albatta hayvonot yog'larini, albatta agar biz masalan iste'mol qiladigan bo'lsak, mana shu hayvoniy yog'larni, qo'y yog'i, mol yog'i degandek, va biz o'zimizning ratsionimizdan uglevodlarni yo'q qilishimiz kerak. Ya'ni bu shirinlik, gazirovka, fast food, chips va hokazo degan narsalar. Va yuqorida dasturning boshida aytganimdek, bu yerda qisman ovqatlanish, ya'ni ruschasiga aytganda bu drobniy ovqatlanish deyiladi. Ya'ni siz bir o'tirganda birdaniga hammasini iste'mol qilmasdan, hammasini 2 soatga bo'lishish. Kechki ovqatni albatta kechiktirmasdan iste'mol qilishdir, aziz do'stlar. Ovqatlanish shu yangi sabzavot, mevalardan iste'mol bo'lishi kerak, aziz do'stlar, va albatta suv bu hayotda bejiz aytilmagan. Biz o'zimizning vaznimizni o'lchab, undan biz chiqarishimiz kerakki, qancha suv iste'mol qilishimiz kerak, aziz do'stlar. Va bu yerda yana bir eng asosiysi, siz o'zingizning mana shu ovqatlanish ratsioningizdan alkogol, qahvani va achchiq choyni olib tashlashingiz kerak, aziz do'stlar. Va biz agar jismonan mashqqa keladigan bo'lsak, albatta bu ham eng muhim rolni o'ynaydi, chunki har bir inson o'zining yoshiga yarasha jismoniy mashq bilan shug'ullanib qoladi. 50 dan oshgandan so'ng albatta siz yurish bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Kim aytadiki, kim piyodada oz yursa deyapti. Nimaga insonlar oz yuradi? Chunki hozirgida onlayn ko'p, biz zakaz qilamiz, hattoki bizga ana shu produktlarni olib kelib berishadi va insonlar hozirgida juda ham ko'p zakaz bergandan so'ng albatta tabiiy holki jismoniy faol pasayib qoladi. Aziz do'stlar, eng asosiysi bu yerda biz albatta bizning sog'lig'imizni buzadigan odatlardan voz kechishimiz kerak. Biz qancha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanamizmi yo'qmi qarab chiqishimiz kerak. Aziz do'stlar, biz esa albatta mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. Sizlarga sog'lik tilab omon qoling deymiz.